Assalomu alaykum, hurmatli mekandoshlar. Sizlar menen Xayra Qiziqyatuv kanali. Bugun sizlarga dag'i bir zo'r sonun proyekti hozir ustida turamiz. Ko'rib turasizlar mana. Sizlarga постоянный bunday tepkishlarni tayyor jasalgan yerini chiqarib bergan edik. Hozirda biz sizlarga mana jasalayotgan yerini, ishlari qanday bo'ladi, qanday ana formulovkalari qanday chiqariladi, ostilari qanday, birarga odamlar ustalar chiqaradi. Mana ostini ko'rtasizlar, armaturani ostini прямой liniya qilib qo'yishadi. List tashladi. Ha, buni bizning ustakalarimiz hozirda ostida tepkich qiladi. İşte buna tepkichlarni snimat qilsangizlar, ostidagi ustidagi tepkich bo'lib ko'rinadi. Vid bir boshqacha bo'ladi. Anan dollar siyaqti, buni bugungi chiqarib bera turgan tepkichimiz ko'rtasizlar, moshni chiqqan variantida. Hozirda biz qayerdamiz? Hozirda biz Qizilqiyaning ichidan chiqqanimizda Salivaylindamiz. Salivan o'zimda kelib qolasanizlar, ko'rsangizlar bo'ladi. Mana ustakamiz o'zi turadi. Yaxshi ustakam. Zo'r bo'lsiz. Ish qanday ketdi? Allah barakasini bersin. Hozirda sezon. Mananda uylarda qurib o'tasizlar. 2 etaj, 1 etaj. Ne только mananda bir, mananda ikkinchi etajga chiqqan tepkich, lesnitsalar ham quraversa, tepkichlar mana birinchi etajni tepkichlari qo'llagan turida, qo'llagan variantida mana shunday tepkich qilsangizlar bo'ladi. Любой. Xohlasangizlar bunday o'zingizning proyektingiz bo'lsa, menga bunday proyektni chizib ber, bo'lsam jasab ber desangizlar, ustakalarimiz o'zi keladi. Sizga qancha material ketadi, qanday bunday taxtalar ketadi, barini aytib berishadi. Olib kelib bersangizlar, mana o'zlari menatni qilishdir. Ko'rtasizlar, mana armaturalarda. Bismillah deb hozir sizlarga ko'rgazib chiqarib beramiz. Har bir armatura, mana tepkichning orasiga 2 dan armatura kirib ketgan. 1 2 3 4 5 6 7 8 riyat bundayga. Maşallah, mana tepkichlar moshni chiqqan, mana men o'zimdagi ustidan bosib yuryapman, mana ko'ringizlar. Ar tepkichni mana nimasi? Moshni bo'lgan variantida, mana ko'rtasizlar akalar. Zo'r. Anan eng oxirgisi bunday, mana dayar dollar qilib chiqarilgan variantida. Mustaka, mana shuni hozirda qancha kunda qildingiz? Anan qanday menat? 2 kunga 2 kunlik menatingiz mana shu. 170 metr armatura. 170 metr armatura ketibdir. 28 shtuk doska taxta. 28 shtuk mana uzun doskadan, ha? Qancha metrlikdan? 6 metr. 6 metrlikdan. Hozir buni quyib olganingizdan keyin buni dag'i polmolga taxtalarni ishlataversa bo'laveradi. O'ziga ketadi, ha? Tomning patologini xohlasangizlar, polga qilam desangizlar, polga ham suyuladi. O. Anan siz hozirda qilgan buni tepkichlaringiz buni ko'rgazaylik ellarga. Ostindagi tepkich qilsa, polni ostilari tepkich variantda chiqqan. Hozir bunalar bitgandan keyin snimat qilinsa, osti usti tepkich bo'lib chiqaveradi. Maşallah. Mana da eng oyog'ini bunday so'non qilib gul qilgan. Buyursa zo'r. Anan birargilar aytadi, qancha ketadi, qanday armaturalar ketadi. Hali list tayyorini ko'rib olib ele elda qanday bo'ladi ekan ichi, muxlovka bo'ladi degan so'zlar bari ro'y fikr keladi-da. Mana. Do'stlar, anan diagonal tashtalat hozir sizlarga qo'ldan kelishincha ko'rgazib beramiz. Mana chizilgan ko'rsatira, atayin ova gradus, mana ko'ringizlar. Imенно mana shu pavorotining gradusi diagonal o'ydidan chiqarilib tashaladi. Hozir ham buning metr kvadrati qanchadan aka? Je bo'lsam nimaga qarab turib? Mestaga qarab, pul chiqariladi. Hozir mana mancha desangiz, birarga odamlarning uylari boshqacha bo'lib qolishi mumkin. Razmeriga qarab chiqariladida. Agar обычный bo'ladigan bo'lsa, kichkina arzonroq. Osti lesnitsa emas, primoy, mana tuzela bo'lsa, dag'i bir boshqachasini arzonroq yana bo'lib qoladi. Videoga qarab, ova. Elder nomerni qo'yib berasiz aka-ukalar. Nomerni qo'yib bergandan keyin через WhatsApp chalsangizlar, asnonoy yozib qo'ysangizlar, bu akamiz o'zi ishda bo'ladi. Ustakamiz bemalol WhatsApp menen o'zi borib uyingizda javob berib, nasib qilsa qilayotgan ishlarini sizlarga aytib qolasangizlar, kelib bu yoqda ishda o'tasiz, kelib ko'ring deb. Mana shunday tayyor ishini ko'rasizlar, anan buyursa, joqsa nasib qilsa zakaz beraverasizlar. Barakasini bersin ustaka, ishlarga iyilik, Alloh barakasini bersin.